Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi murabbiylar kengashining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston milliy terma jamoasining Jahon chempionati saralash bosqichidagi navbatdagi uchrashuvlarga tayyorgarligi, U17 terma jamoasining Osiyo kubogidagi ishtiroki va Jahon chempionatiga tayyorgarlik rejasi muhokama qilindi. Yig'ilishda murabbiylar kengashi tomonidan terma jamoa futbolchilarini seleksiya qilish, jismoniy, texnik va taktik ko'rsatkichlar bo'yicha tavsiyalar berilib, jamoalarimiz uchun zarur sharoitlar yaratilishi ta'kidlandi. Ma'lumot o'rnida 25-may kuni Jahon chempionati U17 musobaqasiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Aynan shu kuni o'smirlarimiz guruh bosqichidagi o'z raqiblarini bilib olishlari mumkin bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi esa safarda 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushadi. Timur Kapadze ushbu o'yin oldidan terma jamoa bilan ko'proq mashg'ulot o'tkazish maqsadida ertaroq yo'l olishni maqsad qilgan. Terma jamoamiz hamda Timur Kapadze 29-may kuni Birlashgan Arab Amirliklariga safar qiladi. CSKA va O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev Instagram sahifasi orqali Lokomotivga qarshi uchrashuvdagi xatosi uchun uzr so'radi. CSKA kecha Rossiya Premyer Ligasining 29-turida Lokomotiv bilan 2-2 hisobida durang o'ynadi. Abbosbek Fayzullayev Instagram sahifasi orqali quyidagilarni yozib qoldirdi. Ikkinchi goldagi xatoyim uchun barcha muxlislardan uzr so'rayman. Butun mas'uliyatni zimmamga olaman va keyingi o'yinlarda jamoaga yordam berishga harakat qilaman, dedi Fayzullayev. O'zbekiston terma jamoasi va Persepolis klubi futbolchisi Oston O'runov Beshiktosh tomonidan qiziqish va Eron Pro Ligasi joriy mavsumi yakunlari xususida fikrlarini bildirdi. Beshiktosh kabi jamoada bo'lishim haqidagi gaplarni jiddiy qabul qilmayman. Butun e'tiborim Persepolis bilan erishiladigan yutuqlarga qaratilgan va hozirgi paytda boshqa biror jamoa haqida o'ylashni umuman istamayman. Maqsadim Persepolis bilan 2 yillik shartnoma mobaynida muvaffaqiyatga erishish va muxlislarni xursand qilish, dedi Oston O'runov. 24 yoshli futbolchi Persepolis tarkibida 25 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi.